Heyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana men Salik Pro. Bugungi biz yangi Trafficking, ya'ni o'zbekcha o'yinni ko'rib chiqamiz. O'yinda boshda spark berilar ekan. Xo'sh, avtosalon. Bu qanday mashina bilmadim. 07miz bizani Nexia 1. O'sha mashhur Nexia 2 legenda. Klinika degan mashina. Bunisini bilmadim. Nexia 3 va o'sha mashhur Cobalt. Lacetti bor ekan, Nexia 2, Gentra bor ekan. Klinikaning tuning podestasi, Iconix, Captiva, Epica bor ekan. O'zimizda to'g'ri, Epica. Captiva 4, Niva. O'yin biroz qotar ekan. E'tibor bermaymiz. Orlando degan mashina. Lada Malibu. Tahoe bor ekan, Tracker bor. Ajoyib do'stlar, men hozirda Cobaltga pul yig'yapman. Juda qimmat ekan. Xo'sh, birinchi bosqichni o'ynab ko'ramiz. Yaxshi. Endi o'ynaymiz. Xo'sh, men cheksiz mayli. Dahshatmi? Menga bitta o'yin bor edi, xuddi o'shaning kartasi ekan bu. O'yin yaxshi, lekin faqat shu to'g'ri yuradigan simulyatorlarda 100% uchta simulyator yo'q bu. Agar bo'lganda men sizlarga ko'rsatardim. Qochey. O'yin yaxshi. Ajoyib. Simulyator game'lar kartasi qo'shilganda o'yin yanada mukammal bo'lardi. Bosh menyu. Do'stlar, men sizlarga yana bir shunaqa o'yinni ko'rsatishim mumkin. U ham xuddi shunday